أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Bu ismga nisbatan mu'minning aloqasi nima? Mu'min Alloh subhanahu va taolaning axloqidan qanday o'rganishi kerak? Qanday o'zlashtirishi kerak shu axloqni o'ziga degan bir savol chiqadi. Nima qilishi kerak mu'min? Hadisda keldi ana. Ha? Hadisda takhallaqu bi axlaqillah. Allohning axloqini o'zingizlarga o'zlashtiringlar dedi payg'ambar alayhissalom. Allohning axloqini o'zingizlarga o'zlashtiringlar. Shu axloqni o'zingizlarda yaratinglar, o'zingizlarda paydo qilinglar. Xo'sh, unda bo'lsa mu'min ismiga nisbatan biz qanday o'zlashtiramiz o'zimizni? Biz ulamolar shunday deganki, har bir musulmon, har bir mu'min bo'lish sifati bilan birinchi qiladigan ishi, avval birinchi qiladigan ish chuqum u butun barliq ish harakatlari uning so'zini tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Ana shunday bo'lishimiz kerak. Har bir mu'minning barliq ish harakatlari so'zlayotgan so'zini tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. Birinchi qiladigan ishi mu'minniki. O'ylab boqaylik. Ana shu vaqtda biz mu'min ismini o'zimizda o'zlashtirgan bo'lamiz. O'zimizda namoyon bo'lgan bo'ldi bu narsaning, bu ismning ta'siri. Allohning bu sifati o'zimizda namoyon bo'lgan bo'ldi. O'zimizga o'zlashtirgan bo'lamiz. Hargiz va hargiz ikki bisliq. Ikki xil olmaydi. Mu'min hech bir zaman ikki xil olmaydi. Uning ichi bir xil, teshi bir xil olmaydi. E'tiqod qilayotgan narsa bir narsa, so'zlayotgan narsa boshqa bir narsa olmaydi. Ha? Davomli bir xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Qur'oni Karimda وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Allah buyruq qilib deyapti. Sizlar gunoh, jinoyatning oshkorisini va yushurini tashlanglar dedi Alloh subhanahu taolo. Buyruq, tashlanglar. Shaksizki gunoh ishlaydigan, gunoh qiladigan kishilar ular o'zlari qilgan bu amallarni pat arada buning jazosini tortadi dedi Alloh subhanahu taolo. Şu mu'minning bu yerda zohirimiz, tashqi ko'rinishimiz, namoz, roza, haj, go'zal so'z bilan pustan bu taqvolikning hammasi sifatlangan hammasi bo'lishi mumkin. Ha? Zohirimiz nihoyat mustaqim bo'lishi mumkin tashqi ko'rinishimiz. Ammo ichimiz, ba'zi vaqtda ichimiz hasadga, g'ayvatga, takabburlik, cho'ngchilik, suxanchilik, gap tushish, yolg'onchilik, o'chmanlik, uch adovat bu narsalar bilan to'lgan bo'lsa, buning hammasi ichki jinoyatlar, botin, yushurin jinoyatlar bu insonning qalbidagi. Alloh dediki: "Vazaru zohiral ismi va batinahu." Jinoyatning teshinlam tashqi ko'rinishidagi, tashqi qildigan xatolikni tashlab mustaqim ko'rinish bilan ichinglar qanday bo'lsa bo'lsin demadi. Teshidikini va ichidikini tamoman tashlanglar dedi Alloh subhanahu taolo. Hargiz ikki xil bo'lmas, ikki xil bo'lishni talab qilmadi bizdan. İki xil bo'lishni rad qildi. Ichki teshimiz o'xshash bo'lishini talab qildi Alloh subhanahu va taolo biz. Biz haqiqiy muvahhid bo'lishimiz kerak qadrlar. Muvahhid ichki teshimiz o'xshash bir Allohni xuddi Allohni yakka yegan deb e'tiqod qilgandek o'zimizning ichki teshi o'xshash bo'lishi kerak qadrlar qardoshlar. Hargiz bizning teshi bir xil, ichimiz bir xil bo'lmasligi kerak, ha? Hargiz bunda bo'lib qolmasligimiz kerak. Mu'minning hech bir zaman e'lon qilgan pozitsiyasi boshqacha, ichida yushurug'ini boshqacha olmaydi. Davomli barliq ish harakatlarimiz, sodir qilayotgan har bir yurish-turishlarimiz qilayotgan so'zimizga mos kelgan, qilayotgan so'zimizni tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. So'zlarimizni tasdiqlashi kerak. Shuning uchun biz agarda Allohning axloqini o'zimizga o'zlashtirmoqchi bo'lsak, Allohning axloqini o'zimizga singdirmoqchi bo'lsak, eng yuqori daraja Alloh yaxshi ko'radigan darajaga erishmoqchi bo'lsak, nima qilishimiz kerak ekan? Yuqori deganimizdek so'zlar
bütün hareketlerimiz sözümüzni tasdiqlagan holatda bo'lishi kerak. İkisi o'pma o'xshash chiqishi kerak. O'pma o'xshash bir-birini tasdiqlashi kerak. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى